guruh tinglovchisi Davlat Jahongir. Xo'p. Hozir juda maroqli zo'r mahoratlar so'zib berdingiz. Savolimga rahmat. Sog' bo'ling. Hermenevtika bilan interpretatsiya tushunchasi bor ekan. Jumlalar juda yaqin, ma'nosi shunday. Buni qanday ajratsak bo'ladi? Germenevtika bilan interpretatsiya bir tanganing orqa bilan oldi. Ikkalasi ham talqin qilish taslim. Interpretatsiyada sal ozgina bo'rttirish degan tushuncha ketadi. Biron narsani aytadigan bo'lsa, sal uni bo'rttirishroq aytadi. Aslida bitta narsa, unda ham tushuntirish, talqin qilish degani. Bir-biriga yaqin tushuncha. Interpretator deydi. Kichkina narsadan ba'zan hali pashadan fil yasab yuboradi-yu. O'shanga ham interpretator qilma deydi. Bunday nimasi ham bor. Xo'p. Ustoz o'zi bugun vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Nima kichkina bolaligimda sirli sandiq degan bir so'z bo'lardi. O'zimcha tushunmasdim nimani, ichidagi savollarni, lekin so'zlarni shunaqa chiroyli aytardingiz. Savodxonlik, saroyning sirli sandiq nimasi qilib ketadi. O'sha so'zni eshitish uchun o'sha ko'rsatuvni to'ldirardim. Lekin shunaqa chiroyli gapirasiz, aytganingizdek notiqlikni eng darajasiga chiqqanda. Bu yerda hozir intonatsiya chiroyli ketishi muhimmi yoki so'zlarni bir-biriga olib ketish qobiliyati ko'proqmi? Qanaqa maslahat berasiz? Endi rahmat savol uchun Gulbaharxon. Birinchi navbatda fikrni yetkazish muhim. Uni yetkazish uchun xizmat qiladigan qo'shin, askarlar bor. Intonatsiya, ovoz, nafas, urg'u, temp, ritm, bular hammasi ishlaydi. Lekin birinchi navbatda o'sha fikrni u qanday qabul qilishi muhim. To'g'ri. Sezgan bo'lsangiz, men bir joyda sekin, bir joyda ovoz tem bilan almashtiryapman. Chunki bir xil ohang odamni uxlatib qo'yadi. Tasavvur qiling, mana kardiogrammani. Bunday urib tursa u tirik. Agar bunday bitta chiziq tushsa-chi, u o'ldi degani. Xuddi shunga o'xshab turib, ovoz tembri ham, harakat ham hammasi maqsadiga, mavzuni ochishga, asosiy mavzuni yetkazishga qaratilgan bo'lishi kerak. Qo'llaydigan usullarni har kim har xil qo'llaydi. Eng muhimi ana shuni yetkazish. Endi siz aytganingiz mana alliteratsiya. Ba'zan zeb berish uchun, nutqni go'zal qilish uchun alliteratsiya degan usul bor. Alliteratsiyani bu tavzi san'ati deydi. Tavzi. Qilich qoshin qayrilma qoshin qiz, qafasda qalb qushun qiynab qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qiyo qarab qo'ygin, qalbimni qizdirsin quyoshing qiz. Kimning she'ri edi? Navoiy emas. Aha. Erkin Vohidovni. Shunga o'xshab turib, bunda bitta tovush ketyapti. Endi bular aytganda biz ham shunaqa. Siz sirli sandiq savodxonlik saroyining so'nggi sarhaddagi sara sovringa sazovor, salohiyatli, sinashda sinchkov sezgir, suluv sohiba sanaldingiz, singiljonim Sonabarxon Saidovna degan gaplar bo'lardi bu paytdan. Bu hammasi siz bilan bog'langan. Sidan keyin qaysi harf keladi alifboda? Endi T harfiga o'tdim. Qarang. Mana shu turishim minbar qaysi harfga o'xshaydi? T'ga o'xshaydi. Ta'lim tarbiyaning ta'sirchanligiga taalluqli talablar, tegishli tavsiyanomalar, taraqqiyotimizning tarzi, tafakkurimizning tarixi. Tinchlik, tenglik, totuvlikning tayanchi, tanqidiy tahlil, targ'iboti, tashviqot, tashabbusi tashkilotchilikning tildagi taktikasidir. Til taktikasi, taraqqiyot strategiyasining ta'sirchan innovatsion mexanizmi dedik rolikning boshida. Chunki til taktika, strategiya oldindagi maqsad uni amalga oshirish uchun qo'llaniladigan yo'l usullar taktika bo'ladi. Davlatimiz rahbarining Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi degan kitobida birinchi jumlaga e'tibor bering. Dunyoda hech qachon bir xil tong otgan emas. Birinchi jumla bu. Demak, har kun yangilik, har kun o'zgarish, har kun yangicha qarash. Bu degani demak o'z-o'zidan yangilik degan mexanizm ham yangi bo'lish kerak. Eski usullar endi bo'lmaydi. Yangi mexanizm bu ommani ongiga ta'sirchan asosli so'z aytib, uni jonlantirish, chinakam ma'noda jamiyatni, bunyodkor avlodni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun Rene Descartesning bir gapi bor. Qarang. Agar siz
so'zlarni o'z o'rnida qo'llab, o'z o'rnida ishlatganlaringizda edi, so'z ma'nolarini bilib qo'llaganlaringizda edi, dunyoni yarim chalkashliklardan xalos qilgan bo'lardingiz. Demak, biz so'zni o'z o'rnida ishlatmasdan ma'nosini bilmay qolamiz. Uning uchun tilda yashash kerak, tildan nafas olish kerak. Shunchaki davlat tilini, o'zbek tilini bilish emas, yashash, nafas olish kerak. Ana shu tushuncha muhim hisoblanadi. Chunki dunyoni so'z ushlab turibdi. Dunyoni so'z. Agar bir kun so'z o'z ishini to'xtatsa, bilingki, ertasiga zambaraklar, to'plar ishga tushadi degan. Kimdir tugmachani bosadi, yer o'zini orbitasidan chiqib ketadigan darajada davlatlarda qurollar bor hozir. Ana shuning uchun so'zni o'rni xuddi shunday muhim ekanligini e'tirof etmoqchiman. interaktiv qiziqarli maqolalarni sinf sohibimizlar boshqa o'qituvchilardan men savolim shundan iboratki, nahot darsimizning mavzusi rahbarni genetik qobiliyatini to'g'risida biz bilamizki, umuman germenevtik hozirgi siz aytgandek tushunganlik qobiliyat insonda ko'proq bu hard skills bilan birgalikda qo'shimcha nima deydi, tug'ma ham bo'lishi nazarda tutiladi degan bir tushuncha paydo bo'ldi bizda. Agar rahbarda shu narsa germenetik qobiliyat bo'lmasa, u yoki yetarli bo'lmasa, nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Bu holatda ya'ni rahbar asosan tashkilotda qaror qabul qiluvchi hisoblanadi. Qaror qabul qilishda bu narsa ko'proq nima deydi, asosiy omil hisoblanadi. Shu holatda nimaga e'tibor berish kerak deb hisoblayman. Rahmat. Savolingiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Albatta, tug'ma iste'dod degan tushunchaga e'tibor qildingiz, to'g'ri. Ba'zilarda tug'ma bo'ladi. Tug'ma rahbar ekan bu deydi. Chunki ko'rinishni o'zida rahbarlik qiyofati, salohiyati ko'rinib turadi. Ba'zilarda shunaqa holat bo'ladi. Endi iste'dod va talantning 99% mehnatda deydi. Lekin har bittasi shakllantiriladi. Mabodo agar unda shu salohiyat bo'lmasa, lekin u bilan birgalikda komanda bor. U yerda aynan shu g'oyani, fikrni yetkaza oladigan maslahatchilar bo'ladi yonida. Siz eplolmayapsizmi? Shu. Lekin sizda boshqa tajriba bor. Siz uzoqlik ko'ra biladigan, faqat notiqlik sizda yo'q. Buning uchun albatta jamoa bilan birgalikda ishlanadi. Lekin har qanday inson ko'rsa, eshitsa bo'ldi. U 50% notiq deb hisoblayman men. Faqat buni shakllantirish uchun notiqlik san'ati akademiyasiga borish kerak. Rahimboy Jumaniyozov rahbarligidagi. Sog' bo'ling. Ayyamasdan kelganingiz uchun, mazmunli leksiya uchun sizga rahmat. Men ismim Ikroma Maftuna, 106-guruh dunyosi. Siz rahbarlarni, talant haqida juda ko'p yaxshi gaplar aytdingiz, lekin bizda bilamiz, talant tug'ma bo'ladi, lekin buni praktika yo'li bilan shakllantirsa ham bo'ladi. Biz bilamizki, har bitta rahbar xodimning ovoz qobiliyati uncha yaxshi emas. Yetkazib berish qobiliyati bo'lishi mumkin, ovoz toni past bo'lishi mumkin yoki yuqori bo'lishi mumkin. To'g'ri. Mana shu past tonda gapiradiganlar qanaqa qilib praktika qilib oshirsa bo'ladi? Notiqlik san'ati alohida, ovozni tayyorlamasiz hozir har xil o'zgartirdi. Mana shu uchun qanaqa praktika? Ovoz, rahmat. Ovoz bilan nafas mashqlari bor. Maxsus mashqlar bor. Mana misol uchun qalamni bunday ushlagan holda va bunday ushlagan holda talaffuzlar qilinadi. Aynan matn o'qiladi. Umuman so'z tushunmaydi unda. Aynan. Lekin o'shani ovozni mashq qildiradigan mana har bitta undosh tovushga unli harflarni qo'shib chiqasiz boshdan oxirigacha. Undoshga unlar qo'shib chiqiladi. Endi bu konsonans vokal deydi mana. Birinchi mana misol uchun ba ta la ma mana ketaveradi. Keyin cho'ziqroq talaffuz qilishlar bor. Bu mashqni bir marta qilib, "Ay, bo'lmadi mendan" desangiz, haqiqatda bo'lmaydi. Oyga chiqmoqchi bo'lsang,
tog'ni cho'qqisiga chiqasan. Tog'ni cho'qqisiga chiqmoqchi bo'lsang, tog'ni etagiga borasan. Tog'ni etagiga bormoqchi bo'lsang, joyingda o'tiraverasan dedi. Mana shu mashqlar bor. Bizda ovoz, nafas mashqlari alohida 4 soat dars o'tiladi bunda. Buni amaliyoti ham bor. Mashq qildiriladi. Chunki meni ovoz bilib oling. Sizni birinchi hayajonlantiradigan narsa o'zingizning ovozingiz. Chunki odamni birinchi navbatda ovozi o'ziga xalaqit qiladi. Mana assalomu alaykum to'y qatnashchilari dedi. To'xtab qoladi. Nima bo'ldi? Davom eting desa, kim u gapirayotgan? O'zingiz-ku desa, meni ovozim unaqa emas dedi. Siz uchun mana telefon bor qo'lingizda, to'g'rimi? Har kuni farzandlaringiz bilan nimandir o'qib, ham uni sizga boshqacha qarab qoladi u. Ham o'qiysiz, ovozingiz tushasiz va gapirganni ham mashq qilasiz. Bularning hammasi sizni mashqni, ovozni shunday eshitgan paytda uy deysiz. Shu paytgacha men hisoblayman, o'zini ovozidan ijirg'anmagan odam hali dunyoga kelmagan. Uga shunaqa ham xunuk ovoz bo'ladimi dedi. San'atkorlar ham shunday bo'lgan. O'zini ovozini qayta eshitavergandan keyin o'zini ovozidan boshqa ovozni tan olmaydigan kasallikka yo'liqishadi. Chunki birinchi navbatda ana shu mashqlarni qilish kerak. O'zini ovoziga moslashish kerak. Mana bir-biringizga moslashgansiz, lekin o'zingizning ovozingizni mana chiqib assalomu alaykum dedi-ku. Bu nima deysiz? Shu yerda o'zida siz ko'p narsani ayta olmay qolasiz. O'zingizni ko'p eshitishingiz kerak. O'qib matnni quloq shunga moslashsin. Men gapirayotgan paytdagi ovoz meni ovozim emas. Qachon o'zimizni haqiqiy ovozimizni eshitamiz? Quloqni yumshoq joylari bilan teshiklarni bekitib turib, o'zingizni nomingizni aytib 5 gacha sanab ko'ring. Sanang. Ana shunda siz haqiqiy o'zingizning ovozingizni eshitasiz. Hozir sizga eshitilayotgan ovoz u haqiqiy ovoz emas. Aytar ovoz emas, qaytar ovoz sizniki. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi rahbariyatiga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Tinglovchilarimiz, akademiya rahbariyati, xodimlari nomidan sizga alohida rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p, rahmat. Rahmat, omon bo'ling.